Hozir Ramazon oyida kimdan kechirim so'ragan bo'lardingiz agar sizda shunaqa imkoniyat bo'lganda? Onamdan. Onamdan. Qalban sizni juda yaxshi ko'raman. Ha, ona yaxshi ko'raman sizni. Boringlarga shukr. Allohdan kechirim so'radim shu. Bandasini xafa qilib qo'yganim uchun. Onajon. Nima sababda? Ko'p xafa qilib qo'yaman. To'g'ri, bo'ladi hammada. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Umringiz uzoq bo'lsin. Baxtimizga sog' bo'ling har doim. Qizim meni xafa qilib qo'ydi. Siz Onamdan. Xafa katta. Onamni, dadamni kechirim so'ragan bo'lardim. Chunki juda ba'zi paytlar o'zim bilmay qoldim, ranjitib qo'ydim. Otamdan sabab? Ringizdan yashlab yuraman. ish qilganman, otam o'tib ketdi. Qadam tashlab yuraman. Dunyoda eng tabarruk inson. Dadasi Hech kimni xafa qilmayman. Do'stlarimdan, keyin ustozlarim. Umr bir marta beriladi. Xuddiki odam moddiyatda bitta narsani ko'rgandagi ishongandek, oxiratga ham ishonish kerak-da. Alhamdulillah, menda ham shu ishonch Xudoga shukr bor. Ulardan ham shu yolvorib so'ragan bo'lardim. Nimaiki mendan xatoy, kamchilik o'tgan bo'lsa, hammasini kechirishni so'ragan bo'lardim.